Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun biz sizga 3 xalq bir olam nomli loyihamizning keyingi bosqichini tushuntirib o'tamiz. Demak, loyiha muallifi Zuhmor Qurboniyazova. Bu loyiha haqida qisqacha aytib o'tsam, loyiha mobil ilova yaratish bilan bog'liq bo'ladi. Demak, biz bu mobil ilovamizni 3 xalq bir olam deb nomlaymiz. Bu ilova o'zining ichiga nimalarni kiritadi? Birinchidan, o'zbek, qoraqalpoq va ingliz xalq ertaklarini to'plash va ularni alohida qismlarga ajratib mobil ilovamizga joylaymiz. Ya'ni foydalanuvchilar har bir xalq ertagidan alohida qismlarda foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchi qismida esa har bir xalq ertagini o'rganuvchilarning yosh xususiyatlariga qarab ajratib chiqamiz. Masalan, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar uchun, undan keyin maktab ta'limidagi foydalanuvchilar, ya'ni o'quvchilar uchun, undan keyingi 3-qism esa oliy ta'lim talabalari uchun foydalanadigan qism bo'ladi. Keyingi qismda 3 xalqda bir xil syujet va motiv asosiga qurilgan ertaklarni to'plash va ularni bir joyda jamlash bo'ladi. Ya'ni har bir xalqda uchrab turadigan bir xil syujet, yalmog'iz kampir obrazimi yoki sehrgar kampir obrazi bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni bir joyda tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Undan keyingi qism xalq og'zaki ijodi namunalarini o'qitishda qo'llaniladigan eng samarali usullarning jamlanmasi hisoblanadi. Ya'ni bu qismda foydalanuvchi bu xalqni ertagini men qanday o'qitsam bo'ladi degan savolga javob topadi. Keyingi va eng asosiy qism esa eshitishida va ko'rishida nuqsoni bor bolalar yoki gapirishida nuqsoni bor bolalar uchun atalgan qism hisoblanadi. Bu qismda turli xil xalq ertaklari orqali ularning bu nuqsonlarini yo'qotishga yoki gapirishiga yordam berishga urinib ko'ramiz. Keyingi qism ota-onalarga yordamlashuvchi qism hisoblanadi. Ya'ni bu qismda har bir ertakni o'qitgan vaqti va uni qaysi vaqtda kimga o'qitganligi yoki kimga aytib berganligi eslab qolinadi va keyingi haftada yoki keyingi kunda qaysi vaqtda ertak aytib berish kerakligini xuddiki eslatib turadi. Bizga eslatuvchi vazifasini bajaradi. Eng oxirgi qism esa foydalanuvchilar uchun mustaqil bajaradigan topshiriqlar, ya'ni mashq bajarish qismi bo'ladi. Bu qismda foydalanuvchi o'zining yoshini tanlaydi. Maktab yoshida bo'lsa, maktab yoshidagi o'quvchilar uchun tayyorlangan mashqlarni bajaradi. Agar oliy ta'lim talabasi bo'lsa, talabalar uchun ajratilgan qismdagi mashqlarni bajaradi. Agar u o'qituvchi sifatida bu ilovadan foydalanadigan bo'lsa, o'qituvchi sifatida samarali usullardan tanishib chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat.